Bu sertifikatlarni mana ko'rishingiz mumkin mana. Yangilik kotyolimiz chiqardik mana. Xuddi zavodskoy qanday bo'lsa shunday qilib chiqarilgan mana ruchkalar ham. Mana yonib bo'lgan kunlarini chachib turadi ana shu aylanib bu. 30 kilovatli kotyolimizni dostavkaga yuklab oldik. Quchoqdan pasirga degan joyini olib keldik. Podach obrotka sistemada ishlamoqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli bizni yaqindan va uzoqdan kuzatayotgan kuzatuvchilar. Navbatdagi isitish qozonlarimiz tayyor bo'ldi mana. Endilikda bundan buyog'ina kotyollar, isitish qozonlari deb ham tushuntiramiz mana sizlarga. Edabichasida isitish qozonlari nima deganda bu narsani ochishning sababi hozirda biz bu isitish qozonlari uchun sertifikatlarni olganmiz. Bu sertifikatlarni mana ko'rishingiz mumkin mana. Davlat muassasalari, ya'ni bog'cha, maktab, sizda har qanday bino bo'lishidan qat'iy nazar dokumentalniy qilib, yana hujjatlarni soz qilib kotyollarni o'rnatib bera olamiz. Sizlarga har qanday ulqonliqdagi 200 kvadrat, ya'ni 100 kvadrat, 200 kvadrat kichkina xonadonlardan boshlab 1000 kvadratlik katta binolarga barchasini isitish qozonlarini tayyorlab, dokumentlarni berib, sertifikatlarni bera olamiz endi bundan buyog'ina. Ammo Metal Kovka Art mas'uliyat cheklangan jamiyati bizlarning firmamiz bo'ladi. Ammo Teplo bizning brendimiz bo'ladi. Navbatdagi isitish qozonlarimiz tayin bo'lganligi uchun bularni birma-bir tushuntirishga harakat qilamiz. Har xil razmerda kotyollarimiz tayyorlari bor. Hozirgi kunda qiziqqan odamlar bo'lsa, bugungi videomizda ishlashimizdan maqsad 30 kilovatli kotyolimizga, 20 kilovatli kotyolimizga dostavkamiz bor nasib qilsa. Bu 30 kilovatli kotyolimiz 4lik listdan qilindi, 4lik listdan. 300 kvadrat xonadonga bemalol bo'ladi. Amudaryo tumani Telman kolxoz deb aytiladi. Hozirgi nomini to'liq men bilmayman-da, Telman kolxoz oldingi videoda ko'rib turgan odamlar, qiziquvchi odamlar bo'lsa, Telman kolxozda shu kotyolning ishlab turgan jarayonni borib ko'rsa bo'ladi. Ko'p odam qiziqadi, manzilda aytishimizning sababi shu, kimga berdingiz, qanday kotyol ishlashini ko'rik deb aytadi. Bu kotyolimizning komplektida miyalari bo'ladi, uzrovniy klapanlari bo'ladi. Miyada hamma narsasi bor. Komplektida ventilator, motor, termostat hamma narsasi miyasida komplekt bo'ladi. Bu kotyollarimizning bunkerina 3 qop hakasi yo'q, 3 qop. Bu kotyollarimiz faqat hakaga ishlaydigan kotyollar bo'ladi. Bu kotyollarimizning eshiklari mana ko'rishingiz mumkin, bemalol regulyovka bo'ladi. Og'zidan tutun chiqmayman, zot etmayman so'ragan odamlar uchun bemalol regulyovka bo'ladi. Xuddi zavodskoy qanday bo'lsa shunday qilib chiqarilgan mana ruchkalar ham. Mana bu yoqlarida ham bemalol regulyovka qiladigan joylari bor. Zavodskoy qanday bo'lsa shunday qilib chiqarilgan. Bu kotyollarimizning kitoblari ko'p. 95% KPD polniy olib qoladi bu kotyollarimiz. KPD degan narsani tushunmagan odam bo'lsa kommentariyada yozsangiz tushuntirib beramiz barini. Navbatda kotyolimiz ham 300 kvadratli kotyol. Bu kotyolimiz oqshomgi videomizdan qo'ygan kotyolimiz bu. So'ragan odam bo'lsa tayin kotyollarimiz bor shu narsadan. Chugun gaylika, aylana to'g'in gaylika deb aytiladi. Mana bu gaylikani aytib o'tiramiz. Mana aniq ko'rishingiz mumkin mana akay. Mana aylanish jarayonini tushir. Ko'mirning yonib bo'lgan hakasini musorlarni o'zi chachib turadi. 5 minutda, 10 minutda qo'ygan vaqtingizga qarab yonib bo'lgan kunlarini chachib turadi ana shu aylanib bu kotyolimiz, bu gaylikamiz. Kimga qiziq bo'lsa ana shunday galakalarni qo'yib beramiz kotyollarimizga. Bittagi 20 kilovatli kotyolimiz ham dostavkasi bor. Bular Amudaryo tumani Telman kolxoz qishlog'iga ketadi bular. Bu kotyolimiz 200 kvadratli kotyol bo'ladi, 3lik listdan qilingan bo'ladi. 6 dona kitobi bor, o'tiblikdan qilingan bu kotyolimiz. Komplektida miyalari bo'ladi, motorlari qo'shar reaktor bo'ladi. Xalasangiz oyna tozaydigan, yana stiklazitelning dvornikning motorini qo'yib beramiz. Kelishgan bahomizga qarab hamma narsani qo'yib beraveramiz. Aytgan narsangizni hammasining iloji bor. Ko'p odam dvornik ishlamaydi-ku, yaxshi emas-ku desa, qo'shar reaktorli motorlarni qo'yib beramiz. Bu kotyollarimizning ham qapqoqlari kakmoqlardan ishlangan, mana zavodskoy qanday bo'lsa shunday ishlangan. Mana navbatda kotyolimizni, yangilik kotyolimizni chiqardik mana. Ko'p odam bu kotyolga qiziqyotir. Bu kotyolimizda içinde galikaning oldinda musor jinob qoldi degan klientlar ana shuni ishlatib ko'rgan, eshitgan odam bo'lsa, polniy 2 sutkagacha bemalol musor siyadi bu kotyolning. Katta bo'lgani hisobiga galika shu joyda to'xtagan mana. Polniy ana shu joygacha polniy musor yaqina polniy jinolaradi, kelaveradi.
bir sutka davomida to'lib ketdi, boshqa ketdi degan muammolarda hech qanday ana shu narsalarda bu kotyolumizda bo'lmaydi bu kotyolda. Bu kotyolimiz hozir shu ana shu aynan bir uchlik lisdan ishlandi, xohlasangiz to'rtlik lisdan ishlab beramiz. Uchlik lisdan ishlagan kotyollarimizga 1 yil garantiya beramiz, to'rtlik lisdan ishlagan kotyollarimizga 3 yil garantiya beramiz. Qaysi kotyolni qo'yaman desangiz, kilovatini qarab, ba'ni sertifikatni beramiz. Har qanday kotyolning hammasida sertifikat bor, isitish qozonlarini kilovatini qarab beraveramiz ba'ni, aytgan kilovatimizga qarab. Bu kotyolimizning bunkerini 3 qop ko'mirdan haka siyadi. Bu kotyolimiz faqat hakaga ishlaydi bu kotyolimiz. Navbatdagi 10 odam, 10 mijozimiz kelgan vaqtida 7 olib turgan kotyollarimiz bor. Yana bu pol avtomat, yarim avtomat, ya'ni bu kotyollarimiz ham 20 kilovat, yana 120 kvadratdan 200 kvadratgacha qo'yadigan kotyolimiz bu. 25 kvadrat, 150 kvadratdan 250 kvadratga qo'yadigan kotyolimiz bu. 30 kilovat, 200 kvadratdan 300 kvadrat joygacha bemalol qo'yadigan kotyolimiz bu. Bu kotyollarimizni ko'p yildan beri sotamiz. Xalq Amudaryo tumanida mijozlarimiz bari biladi, yog'ib ko'rgan. Bir kunlik rasxoti 30 kilogramdan 50 kilogramgacha. Yana bu degani kun anomal sovuq ketsa, 15 gradus sovuq ketsa, bir kunda 30 kilogram emas, 50 kilogram ko'mir ketadi. Yana shuni aniq e'tiborga eshitib, shuni e'tibor beringlar shu gaplarga. Ko'p odam ko'p ketib qoldi deb qiynalishi mumkin. Ana shu nolning davragida, ya'ni +1 yo -1 ning davragida pagoda bo'lsa, 30 kilogramcha ko'mir bilan bemalol ishlaydi bir kunda ana shu kotyollarni. Lekin kvadratini qarab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Aynan bizning yonimizga kelgan vaqtingizda kvadratini ochishimiz kerak bo'ladi. Bu kotyollarimizning hozirgi kunda 25-yilning 5-oyindamiz, may oyining boshi mana. Bu kotyollarimizning tayyorlari bor. Qiziqqan odam, olaman degan odam bo'lsa, bu kotyollarimizning komplektida ventilator, termostat, pol avtomat bo'lib ishlagan uchun shu narsalar kerak. Komplektida qo'shib beramiz bu kotyollardan. Bu kotyollarimizning orqasida hammasida 4 dona kitobdan qo'yilgan bo'ladi. Mana ishlarini ko'rishingiz mumkin. Uchlik qora yangi garachliklardan ishlangan bu kotyollarimiz. Ko'p odam narxini ayting deb qiziqib turibdi. Narxni bir vaqtda turmaganlar uchun aytmayman. Bugungi videomizda narxlardan aytib o'tamiz. Bu kotyollarımızın narxlari 20 kilovat 8 milyon so'm, 25 kilovat 9 milyon so'm, 30 kilovat 10 milyon so'm. Bu kotyolimizni uchlik bo'lgani uchun 15 milyon so'mga beramiz. Bu kotyolimiz ham uchlik lisdan ishlangan 200 kvadratlik 13 milyon so'mga beramiz. Bu kotyolimizni hozirgi kunda 18 milyon so'mga beramiz. To'rtlik lisdan bo'ladi 300 kvadratlik. Bu kotyolimiz ham 200 kvadratlik kotyol uchlik lisdan ishlangan 13 milyon so'mga beramiz hozirgi kunda. 25-yilning may oyida ishlangan video, shuga qarab telefon qilaveringlar. Bu kotyolimizni 22 milyon so'mga beramiz cho'gungarlikka bo'lgani uchun. Bu kotyolimiz ham to'rtlik lisdan ishlangan, bugun mijozimizga olib boradi. Buni ozgina qaytingirab berdik shu kunlari. Bugunlari sezon bo'lmagani uchun narxlarni ozmas qaytamiz kelsangiz. Xohlasangiz shu lopatka keraklar sotuvda bor, cho'gungarliklarni sotmaymiz. Lopatkalarga qiziqqan odam bo'lsa, komplektini fonini beramiz. Narxi 7 milyon so'm. Bu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham yangilik videolarda ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni buni ko'p kim ko'ryapti videoni? Usta odamlarimizmi, klient, kotyol oluvchi klientlarimizmi? Kim bo'lishingizni qat'iy nazar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, indiki videolarimiz bundan ham manfaatli bo'lishi mumkin sizga. Videolar davomida kamchilik, xato gaplar so'ylangan bo'lsa, uzr so'raymiz. Biz bloger emasmiz. Agar tushunmagan yerlaringiz bo'lsa, izohlarda savol berishingiz mumkin. Izohlarga savol bersangiz, javoblarni yozamiz. Izohlarga javob berishda oldin bilmaydik, hozir hammasini o'rganganmiz. Kimga shunaqa kotyollar qiziq bo'lsa, telefon raqamlar 97 789 67 00, Telegram, WhatsApp hamma narsa bor shu nomerda. Bizning manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi, Amudaryo tumani, Mang'it shahri kichik sanoat zona ichida ishlab chiqarish seximiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, 30 kilovatli kotyolimizni dostavkaga yuklab oldik. Hozir olib borib ishlash montajlarini ko'rsatamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, 30 kilovatli faqat hakaga ishlaydigan kotyolimizni Amudaryo tumani Qipchoqning Pasilka degan joyidan olib keldik. Faqat hakaga ishlaydi. Ventilator, qo'shar reaktorli motorlar komplektida bo'ldi miyalari. Bu kotyolimiz to'rtlik lisdan ishlangan kotyol.
Bu kotyolumuzni Qıpçaqda atınız kim edi? Erkin akaning uyuna olib keldik, Erkin akaning uyuna. Mana hurmatli kuzatuvchilar, yana shunday alyuminiy batareyalardan qo'yishingizni tavsiya beramiz. Mana ustalarimizdan dim kulturniy qilib ishlaganini ishlarini ko'rsangiz bo'ladi. Og'uy qilingandan keyin kulturniy qilib teshgan ekan. Ish jarayoni ketmoqda mana hurmatli kuzatuvchilar. Qarang, mana og'uy qilingan joyda kulturniy qilib ishlayapti ustalar. Otap enalarda o'tirish xizmati bizda yo'q bo'lgan bilan yaxshi ustalar topib beramiz. Podach obratki sistemada ishlamadir bu. Bir turbali emas, ya'ni mas'ulskiy emas, podach obratki sistemada. Nahotki kotyollarimizni yog'ib berib keyin syomka qilib tashlaymiz.